Xo'p, yozinglar mavzuni bugunga. Temaning nomi teplовой effekt, ya'ni issiqlik effekti. Teplовой effekt o'zi aslida buni kengaytiribroq, yana ham aniqroq qilib aytsa, kimyoviy reaksiyalar bo'ladi-ku, kimyoviy reaksiyalarda yoki umuman proses jarayonda energiya o'zgarishiga oid bo'lgan mavzuda endi hamma har xil nomlash mumkin. Xullas ma'nosi baribir shuni tushuninglarki, reaksiya natijasida energiya o'zgarishi bilan boradigan jarayonlarni o'rganar ekanmiz bugun. Energiya qayerdan paydo bo'lyapti, qayerdan chiqdi, nima o'zi u degan narsani. Tushunlaringizmi? Xo'p, shuning uchun bugungi mavzuni men aytib qo'yapmiz, teplовой effekt. Bo'ldi, просто так sizga hech qanaqangi nimasi yo'q. Energiya nima degani? Kim biladi? Что такое energiya? Energiya nima? Nahotki shu paytgacha misol uchun mana 6 sinf fizikasida adashmasam yoziladi. 5-sinfmi 6-sinf fizikalarida bir eslaringizda bo'lsa, energiya haqida ham ma'lumotlar beriladi. Umuman siz o'zingizda ham tushunchasi bor. Eshitgansizlar. Uni energiyasi ko'p-da, bu narsalar degan gaplarni eshitganmisizlar? Misol uchun mashinani energiya istochnigi nima? Benzin, topливо bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, o'sha topливо tufayli u nima qiladi? Harakatlanadi. Demak, energiyani asosiy funksiyasi nima bo'ladi desa, biror narsani harakatlanishi uchun основа hisoblanadi. Tushunarlimi? Ya'ni o'sha narsa bo'lsa, energiya bo'lsa, demak uni harakatlanishga nima qilyapti? Undaydi o'zbekchasida. Ya'ni zastavlять qiladi uni harakat bo'lish, harakatlanishiga. Tushunasizlar nima deyotganligimni? Вот. Kimda ana shu energiya ko'p bo'lsa, u shunchalik darajada ko'p harakatlanishga majbur bo'ladi. Tushunyapsizmi? Masalan, mana biz nimada aytdikki, gazlar masalasi bo'yicha ideal gazlarda aytdikki, agar biz birorta bir gazga, birorta bir закрытый сосудning ichida uni qizdirsak dedik, u ko'proq harakatlanib, nima qiladi dedik? Idish devorlarga urib, давление berishni boshlaydi dedik. Tushunasizlarmi? Skorost ximическая reaksiya, ya'ni reaksiya tezligi degan mavzuda o'tdikki, aytdik, agar biz birorta bir moddani qizdirsak, ikkita moddani, reaksiyaga kirishga turgan ikkita moddani qizdirsak, ular juda ham tezlik bilan harakatlanishini hisobiga stolkновение dedik-ku, reaksiya kirishish. Ana shu reaksiya kirishish jarayoni nima bo'lib boradi? Tezlashib ketadi dedik. Demak, biz issiqlik berayotganimizda shu issiqlik hisobiga xususiy energiyasi, ya'ni собственный energiya bo'ladi-ku, частицаlarni, mikrochastisalarni, shu energiyasi oshib ketishini hisobiga o'sha energiya uni harakatlanishga majburlayaptimi? Majburlayapti. Вот, tushunasizmi? Energiya nima ekan o'zi, siz tushunchangiz naqani tushunib oling-da. Как ularni harakatlanishga majburlaydigan narsa ekan. Tushunasizmi? Masalan, atomda yadrodan elektronlar qachon uzoqda harakatlanadi? Qachonki energiyasi ko'p bo'lsa. Qachonki elektron energiyasi qanchalik ko'p bo'lsa, u yadrodan shuncha uzoqda yuradi. Qanchalik energiyasi ozaysa, u yadroga yaqinlasharmidi? Nima uchun? Chunki yadroda energiya bor-da, shuni yoniga kelishga majbur edi, как zapravka qilish uchun. Energiya zapasini to'ldirish uchun. Ko'ryapsizmi? Demak, hatto mikrozarrachalar uchun ham energiya masalasi aynan uni harakatlanishga majburlaydigan narsa ekan. Tushundingizmi? Odamdachi energiya. Odamda energiya ko'p bo'lsa, u siz mana bu narsani hisoblamaydi. Ya'ni sila degan narsa bor-ku, kuch. Juda ham tug'ilib trenirovka qilishni boshlagan kachoglar bor. Tushunasizmi? Ularda energiya katta degani emas. Ularda mishsani kuchi ko'p xolos uni. Lekin ikkalasiga ketmon chopish topshirig'ini bersangiz 20 metrga ketmon chopishni boshlasa, tug'iliboq ketmon chopishni boshlagan odam borda, mehnatda pishgan. Qarasangiz o'zi arvoq narigi tomoni ko'rinib turadi, bunday qarasangiz. Lekin u ketmonni chopaveradi, charchamaydi. Haligi nima ham bo'lib qolmaydi? Chunki unda energiya katta.
Tushunasizmi? Lekin ikkalasi ham bir xil ish qiladi. Mana 10 metr yurgandan keyin hakkillab nafasi chiqmay qoladi nimasida. Tushunasizlar nima deyotganligimni? Siz kuch bilan energiya masalasini farqiga borib olinglar. Tushunarli? Ana shunday. Demak, energiya aynan mana shu. Sizni harakatlanishga nima qiladigan? Majburlaydigan narsalar. Endi qarang, energiyani nimada o'lchash mumkin desa, o'lchash mumkin kilojoulda, kilokaloriyada. Tushunasizmi? Ya'ni siz uni o'lchov birligi sifatida, masalan, skоростni qanaqa o'lchatdik? Mol litr sekund, mol litr minut, mol litr soat deyatdikmi? Og'irlikni nimada o'lchatdik? Grammda, kilogramda, uzunlikni qancha kilometrda. Buni ham o'lchaydigan birligi bor ekan. Nima ekan u? Kilojoulda o'lchaysiz yoki kilokaloriyada o'lchaysiz. Tushunyapsizmi? Demak, agar shunaqa birlik ikkalasi bo'yicha hisoblamoqchi bo'lsangiz, 1 kilokaloriya 1 kakal deb yoziladi-da endi. 1 kilokaloriya nechiga teng bo'ladi desa, 4,182 kilojoulga teng bo'ladi. Tushunyapsizmi? Kilokaloriya, kilo so'zi kaloriyani 1000 baravar kattasi degani. Tushunarli? Demak, 1 kilokaloriya qancha kilojoul ekan? 4,182 kilojoulga teng bo'lar ekan. Tushunyapsizmi? Bizga masalan, xo'p, hamma narsani harakatlanishga majburlaydigan narsa mana shu kilojoulda yoki kilokaloriyadagi определенный количествоlar bizni demak harakatlantirar ekan. Mana men ham o'sha energiya tufayli sizga nima o'tyapman? Dars o'tyapman. Energiyam tugasa, значит, toplivo tugayotgan bo'ladimi? Meni toplivom nima? Ovqat. Tushundingizmi? Sizniki ham xuddi shunday. Demak, xuddi mana shunday narsa ekan. Masalan, beloklarda расщепленияsidan qancha energiya chiqadi 1 grammidan? 17,6 kilojoul chiqadi. Misol uchun 1 gram yerdan qancha chiqadi? 38,9. Ana uglevodnikidan-chi 1 grammidan unda ham 17,6 kilojoul chiqadi. Kilokaloriyaga o'tkazsangiz u 4,1, 4,2 tipi shunaqa atrofidagi kolичество chiqib beradi, to'g'rimi? Ana uniki 9,3 kilokaloriyaga o'tib qoladi. Ko'ryapsizmi? Rostdan ham 4,13 ko'paytirsangiz o'shanaqa son chiqaveradi sizda. Xullas kalom, demak, energiya masalasi bo'yicha bizga o'sha energiya qayerdan paydo bo'lishligi to'g'risida hamma yoq tushundikmi? Endi bizni bugungi darsimizni asosiy mantig'i nima? Nima uchun bu mavzuni o'rganishimiz kerak biz? Sababi biz o'sha energiyani qayerdan hosil bo'layotganligini, kimyoviy reaksiya natijasida qanaqa qilib u hosil bo'lyapti, qanday qilib sarflanyapti. Shu masalani o'rganar ekanmiz bugun. Tushunarlimi? Ana endi qarang. Demak bizda bilasizlar, proses ikki xil bo'lar edi. Fizический и химический явлениyalar bo'ladi. Явление haqida gaplashyapmiz biz. Tushunarlimi? Fizik jarayonlar bor, kimyoviy jarayonlar bor. Ikkalasida ham energiya o'zgarish jarayonlari kuzatiladi. Masalan, birinchisi masalan qaranglar. В результате reaksiya deylik, в результате reaksiya. Xo'p, ikkinchisi reaksiya natijasida mas desam nima bo'ladi endi? Ne в результате reaksiya deyman endi. Ana endi qaranglar. Biz manosini ko'raylik, birinchi osonroq qaranglar. Reaksiya bo'lmasdan turib ham biror bir sistemada energiya o'zgarishi mumkinmi? Desa, ha deysiz. Masalan, qaysi? Bu prosesga misol uchun mana men suvga men sulfat kislota tashlayapman. Serная kislotani. Tushunasizmi? Demak, ana bu serная kislota suvga tushayotgan paytda serная kislota molekulari suvga tushishi bilan gidratatsiya prosesiga uchraydi. Gidratatsiya nima edi? Отдельно sulfat kislota molekullarini atrofini suv o'rab olamidi? Ana o'sha suv atrofini o'rayotgan paytda demak, ana ularning o'rtasida yangi hosil bo'layotgan vodorodni связlar hisobiga определенный energiya chiqishni boshlaydi. Tushunyapsizmi? Demak, nima bo'lar ekan? Energiya. Biz buni kimyo tilida erish issiqligi deyiladi. Ya'ni теплорастворение. Tushundingizmi? Demak, termin qanaqa ekan? Teplorastворение. Erish issiqligi deyiladi bu. U erish issiqligi chiqishi ham mumkin, yutilishi ham mumkin. Faqat siz demak erish issiqligi degan ma'noda termin bilan ishlatasiz shunaqa deb.
Tushunarli? Demak, buni tashlayapman, nima bo'lyapti? Issiqlik chiqyapti. Tushunarlimi? Odatda erish issiqligi aynan 1 kilojolni chiqishiga nisbatan hisoblanadi. Ya'ni 1 gram moddani eriganda qancha issiqlik chiqsa, shunga nisbatan demak o'lchab olaverasiz. Biz hozirgi masalamiz u haqida emas, umuman tushunib olinglar. Xullas, moddani suvda eriganda nima chiqishi mumkin ekan? Issiqlik chiqishi mumkin ekan. Endi qarang. Bata reaksiya bo'lib chiqdimi? Растворение protsessi, ya'ni erish protsessi kimyoviy jarayonmi? Химическое явление masa? Значит, biz to'g'ri qo'yapmizmi buni? Mochavina degan modda bor, karbamid. Karbamid degan moddani suvga tashlasangiz, ana issiq suv muzlab ketadi. Tushunasizmi? Ya'ni uni ham misol uchun ko'rsatishimiz mumkin. Mana bu yerga suv, unga men karbamid tashlayapman. Karbamid, mochavina deysiz uni. Demak, tashladingiz, issiqlik nima bo'lib ketdi endi bu yerda? Suv muzdek bo'lib qoldi. Misol uchun ko'pincha o'quvchilarga aytib beraman. Avval misol uchun dasht bor, bizda fermer xo'jalik bor. Shu yerga yoz kunlarida misol uchun ishga borsak, endi aytda xolodilnik yo'q-da. Dashtda tok bor, boshqa bor bo'lganlar xolodilnik endi kerak emas aytgan endi xullas. Muzdek suv ichmoqchisiz. Hovuzda suv bor, hovuzdagi suv sal endi yoz abetlarda 1-2 larda sal ilib qoldi, ichib maza qilmayapsiz. Nima edi? Chanqog'ingiz nima bo'lmayapti? Qonmayapti haligi, suv issiqroqqa o'xshayapti sizga. Muzdekgina suv ichmoqchimisiz? Bitta baklashkaga suvni quyasiz, qopqog'ini mahkam yopasiz. Hatto qopda karbamid, mochavina o'sha nimalar turadi bir qoplarda. Ekinlarga solinadi-da, u tez o'stiradi azotni udobrение. Xo'p, endi haligini bir piyolasini yoki bir kosasini shuni olasizda bitta paqirga tashlaysiz. Anoni ichib olmaysiz. Prosta u ano paqirdagi suvga tashlasangiz karbamidni, ano paqirdagi suv как холодильникdagidaqa suvdaqa muzlaydi. Ano baklashkangiz qopqog'ini mahkam yopasiz, haligini ichiga tashlab qo'yasiz. 2 minut tursa, sizga как холодильникda effektini beradigan ano suvga aylanadi. Olasiz, muzdekini liq etkizib, maqlaverar ekansiz. Ichaverasiz. Tushundingizmi? Vot, demoqchi bo'lganim, xullas endi qarang. Nega endi ikkalasini primer qilib ko'rsatyapman? Mana bu yerda внешностьga, ya'ni внешняя средаga nima chiqyapti? Energiya chiqyapti. Mana bu yerdachi? Mana bu yerda внешняя средаdan energiya nima qilyapti? Olyapti. Shuning uchun bunga -q degan znak qo'yapman. Issiqlik yutilayotganligi uchun. Mana bu yerda bu sistemadan energiya chiqayotganligi uchun +q belgisini qo'yapman. Eslaringizda bo'lsa, biz termodinamik va termokimyoviy tushunchalar haqida gaplashgan edik. O'shanda issiqlik effekti, ya'ni o'sha birorta bir явление hisobiga, proses hisobiga energiya chiqayotgan bo'lsa, +q belgisini qo'yamiz yoki -delta h degan belgi bor. -delta h degani. Xullas energiya chiqdi degan ma'noni bildiradi, ikkalasi ham. Yoki mana bu yerda +delta h degan belgi qo'yasiz, bu issiqlik energiyasini o'ziga yutyapti degan ma'noni bildirib beradi. Endi xullas buni endi termin bilan ifodalaydigan bo'lsak, sistemadan energiya chiqsa, ekzotermический proses deysiz. Nima ekan? Ekzo degani nima ekan? Tashqariga. Tushunarlimi? Ekzotermический proses deyapsiz. Tushunarlimi? Aka yozib qo'yapmiz, ekzotermический proses. Ma'nosini esa endo. Tushunarlimi? Endotermический proses degan nomlar bilan nomlar ekanmiz. Yorbek tushunyapsan-a? Ala ikkalasi ham lekin baribir kimyoviy reaksiya hisobida bo'lmaganligi uchun siz ekzotermическая reaksiya demaylar yana. Bu reaksiya emas bu. Tushunlaringizmi? Bu proses bu. Tushuntiryapmanmi? Bo'ldi hisob. Demak, reaksiya hisobiga bo'lmasa ham siz proses nomlarini ekzotermik, endotermik degan nomlar bilan nomlashingiz mumkin ekan. Issiqlik chiqishi yoki issiqlik yutilishi mumkin ekan. Tushunarlimi? Ana endi reaksiya hisobiga bo'lsa-chi? Endi kimyoviy reaksiya hisobiga bo'lishlikda o'ziga xos qonuniyatlar bor.
Вообще qiziq, maza qilib yuborasizlar. Endi qarang. Masalan, va rezultati reaksiya bo'lsa, albatta reaksiya bo'lish kerakmi? Demak, unda A bilan B modda reaksiyaga kirishishi kerak yoki u parchalanishi kerak, birorta сложное вещество. И o'rniga, demak, S bilan nima hosil bo'ladi? Misol uchun D hosil bo'ladi. Endi qarangda, reaksiya hisobiga chiqadigan energiya, uni источнigi nima? Nimalar hisobiga chiqadi desa, bu yerda источник связь bo'ladi. Ya'ni nima? Kimyoviy bog'lar bo'ladi, химический связь. Tushunyapsizmi? Kimyoviy bog'larni uzilib, yangi kimyoviy bog'lar hosil bo'lish, mana shunaqa protsessida energiya o'zgaradi. Tushunyapsizmi? Вот, shuni hisobiga, demak, yo sistema energiya yutadi o'ziga yoki nima qiladi? Energiya tashqariga chiqaradi. Tushundilaringizmi? Masalan, mana bunday narsani isbot sifatida, dalil sifatida ko'rsatish mumkin bo'ladi. Aytaylik, sizlar yaxshilab bilib olinglar mana shu narsani. Masalan, A modda u aytaylik juda murakkab modda. Murakkab moddaning ichida hech bo'lmaganda ikki xil atom bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, o'sha atomlar bir-biri bilan qanaqadir bir svязlar bir hisobiga bog'lanib turibdi. Ikkalasi reaksiya kirishi uchun mana bu narsani bilib olinglar mana. Mana bu sistemani ichi, mana bu yerlar внешность. Mana. Bu sistema. Mana bu sistema shu protsessda amalga oshirish uchun tashqi muhit bilan diplomatik aloqa qilishni boshlaydi. Tushunasizmi? Ya'ni внешность shunaqangi darajada katta бесконечный energiyani источниги hisoblanadi. Hozir mana shu atrofimizdagi, mana shu yerdagi moddalardagi, kimyoviy bog'lardagi energiyalarni agar men hisoblaydigan bo'lsak, bizni bir deganda kul qilib yo'q qilib tashlaydigan darajada energiya bor. Shuning ichida yashayapmiz hozir. Tushunasizmi? Sizga qancha energiya kerak? Hammasi bor mana shu yerda turibdi hozir. Shu vozdukning ichida turibdi. Tushunasizmi? Aytamanki, bizni shuni bir deganda yo'q qilib tashlaydigan darajada katta energiya bor. Lekin ular kak nima qilingan? Kak ziplangan, arxivlangan fayllar ko'rinishida yuribdi. Biz bilmaymiz uni. Yashirin holatda turadi ular. Nimaga? Ular har xil ko'rinishlarda kimyoviy bog'larga tikib qo'yilgan, biriktirib qo'yilgan. Qachonki biz ularni birorta bir proses hisobiga chiqarsak, ana u keyin haqiqiy funksiyasini ko'rsatishni boshlaydi. Tushunasizlarmi? Xuddi shunday. Endi внешностьdan xullas mana bu nima qiladi? Ey deydi. Mana sistema o'zini biladi. A bilan B ni o'rtasidagi svязlarni uzish uchun qancha energiya kerak? Manosiga 200 kilojoule kerak, manosiga 300 kilojoule kerak. Umumiy 500 kilojoulni bu внешностьdan qarzga so'raydi. Berib tur deydi. Shu A bilan B ni bir-biriga reaksiya kirgizdirib olay deydi. Tushunasizmi? Endi внешность bo'pti, har doim rozi. Eng qizig'i islom moliyasi asosida ishlaydi bu. U qanaqa islom moliyasida? Demak, 100 million kredit bersa, 100 million qilib oladi. 110 million qilib qaytarib olmaydi. Tushunasizlarmi? 100 million berdimi, lekin обязательно oladi, faqat o'sha 100 millionni qaytarib oladi. Tushundingiz-a? Biznes yurib olgandan keyin xuddi shunday sistema ketdi. 500 kilojoulni внешность qarzga berdi. Shuni hisobiga mana shu sistema protsessni boshladi. A ni o'rtasidagi svязni uzdi, B ni o'rtasidagi svязni uzib, ularni bir-biri bilan nima qilyapti endi? Reaksiya kirgizdiryapti. Siz tushunishingiz uchun yana ham aniqroq qilib bunday qilib yozayda sizga, mana yana ham zo'r tushunasizlar. Mana A B degan modda S D bilan kirishyapti deylik, o'shanda A bilan B ni uzish uchun 200 kilojoule, S bilan D ni o'rtasidagi svязni uzish uchun qancha? 300 kilojoule sarflangan bo'ladi. Endi S bilan B degan mahsulot chiqdi bu yerda, D bilan A degan mahsulot chiqyapti. Tushunasizlar? Ketdi, uzildi. Endi har doim bilinglar, yangi kimyoviy bog' hosil bo'layotganda, если новая связь образуется, в результате образования энергия выделяется. Tushunasizmi? Kimyoviy bog' hosil bo'layotganda nima bo'lar ekan? Energiya chiqar ekan. Endi deylik, mana bu S bilan B ni hosil bo'lishligida 400 kilojoule energiya, D bilan A ni hosil bo'lishligida
300 kilojoule energiya chiqdi. Tushunasizlarmi? Umumiy qancha kilojoule energiya chiqyapti? 700 kilojoule energiya chiqdi. Bu demak, sistema 500 kilojoule qarzga oldida biznesga tikdi, 500 millionni. Biznes natijasida 700 million daromad tushdi, 500 millionni tiqib sistemaga qaytarib beradi qarzini. Va o'shanda qancha energiya ortib qolyapti go'zal? 200 kilojoule. Вот 200 kilojoule energiya chiqyapti внешностьga. Eng qizig'i внешность bankku. Yana qaytadan shu energiyani bankka qo'yib qo'yadi yani sistema. Yana o'sha 200 kilojoule energiyani ham nima qiladi? Tashqariga, ya'ni внешностьga nima qilar ekan? Zapas qilib qo'yib qo'yar ekan. Если что qachondir agar S bilan B, D bilan A bilan reaksiyaga kirishmoqchi bo'lsa, o'sha qo'yib qo'ygan pulini bunga depozitni beradi qaytadan o'ziga. Ular yana reaksiyaga kirishib 400 bilan 300 B hisobiga uzilib, yangi A bilan B, S bilan D ni hosil qilish uchun rasxod qiladi. Tushundilaringizmi? Aynan mana shu ko'rinishda proses amalga oshar ekan. Misol uchun, mana men sizlarga kimyoviy bog'lar natijasida nima uchun aynan uzilishda energiya zarrasi rasxod bo'ladi. Mana bunday narsada tasavvur qilaylik, mana yangi svязь turibdi, o'shang. Mana svязь, mana bu svязьda определенный energiya bor. O'sha energiya hisobiga, mana masalan, oddiy tushunishingiz uchun, mana chumali tortsa ololmaydi-ku buni. To'g'rimi? Misol uchun aytaylik, yoki sal slabiyroq bo'lib tortsangiz ham qo'yib yormayaptimi? Demak, определенный sila hisobiga, kuch hisobiga ikkita atom bir-birini nima qilib turibdi? Ushlab turibdi. Endi qarang, внешность keling baqa. Sekinroq urib ko'ring. Yo'q, mana bu bog'ga urib ko'ring. Uzilmayapti. Kuchaytiravering uzilgungacha. Voh, chist. Vashi cho'tga tushundi bu. Demoqchi bo'lganimki, mana birinchi sekin urib ko'rdi, uzildimi? Uzilmadi. Qattiq urdi-chi? Uzilib ketdi, rostdan ham. Rostdan ham uzilib ketdimi? O'sha aynan uzib yuborish uchun yetarli bo'lgan energiyani ismi kimическая energiya deb ataladi. Nima ekan? Kimyoviy energiya. Energiya связи deysiz uni, yana ham nima qilib aytsak. Bog' energiyasi. Tushunarli? Shu bog'ni uzish uchun baribir energiya kerak ekanmi? Вот sistema nima uchun tashqaridan qarz olyapti? O'sha ikkita atomning o'rtasidagi bog'ni uzib yuborish uchun u tashqaridan определенный sila kerakda unga. Kuchli holatda keyin ular bir-birini nima qilib orar ekan? Uzib yuboradi. Haligi Papay degan multfilmni ko'rganmisizlar? Dengizchi Papay qachonki ismolog'ini yesa, kuchlari ko'payib ketib keyin soladi-ku narigilarni. Ko'rganmisizlar o'shanda? Как energiya. Mana svyazi uzish uchun как Papayni ismolog'idaqa narsada. Tushundilaringizmi? Вот, endi uzildi. Endi men masalan svяз hosil qilmoqchiman boshqa element atomi bilan. Tushunasizlarmi? Demak, svяз uzildi. Yangi svяз hosil qilishim kerak. Yo'q, sizni ham qo'lingizda mana narsa tursa, mana osini oling men. Buni ham qo'lida energiya bor. Mana energiya. Tushunasizlarmi? Mana energiya. Men bu bilan svяз hosil qilishim uchun внешний elektron оболочкамdagi energiyalarni, ya'ni kimyoviy bog' hosil qilishga mas'ul bo'lgan orbitallardagi energiyalarni yo'qotishim kerak. Unda bo'lmasam bu bo'shamaydi. Tushunasizlarmi? Energiya bor. Demak, bu bilan biz svяз hosil qilish uchun men energiyamni tashqariga beryapman. Chiqaring siz ham. Yo'q, mana qo'ying. Mana energiyalar bo'shadimi? Endi svяз hosil bo'ladi bu bilan. Endi mana ikkalasi chiqqan energiya bor-ku, mana shu внешностьga chiqyapti energiya bo'lib. Yangi svяз hosil bo'lishida energiya chiqyaptimi? Chiqyapti. Endi mabodo bu energiya uzilish kerak bo'lib, yangi atom bilan men svяз hosil qilishim kerak bo'lsa, mana energiya qancha edi? Misol uchun 200 kilojoulmidi? Внешность 200 kilojoulni qaytarib beradi. Bu o'zining energiyasini ushlaydi. Men o'zimning energiyamni ushlayman, ajralamiz. Tushunasizlarmi? Вот, yana boshqa atom bilan svяз hosil qilishim uchun, demak men shu energiyam bilan boraman. U ham agar o'shanga согласаться qilsa, ya'ni rozi bo'lsa, demak, u ham energiyasini tashlaydi, men ham energiyasini tashlayman. Ikkalamizniki bo'lib turib, общий внешностьga chiqadi energiya, yangi svяз hosil bo'laveradi. Yana qayd etganda o'sha energiyani yana qaytadan joyiga nima qilaverasiz?
Точно aytinglar, tushundingizmi yo'qmi? Umuman o'zi kimyoviy reaksiya natijasida energiya chiqayotgan yoki yutilayotgan prosesni точно tushundilaringizmi yo'qmi? Ulug'bek, aniq tushundingmi? Demak, yangi kimyoviy bog' hosil bo'lsa energiya nima bo'lar ekan? Chiqadi. Agar kimyoviy bog' uzilayotgan bo'lsa, energiya yutiladi. Demak, bog'ni uzishga energiya kerak ekanda. Demak, o'sha bog'ni uzishga kerak bo'ladigan energiyaning ismi nima deb atalar ekan? Energiya sviazi deyilar ekan. Tushunarlimi? Bog' energiyasi deb atalar ekan. Biz uni davriy sistema, davriy qonun mavzusida ham o'tgan edik adashmasam. Eslayapsizlarmi? Ana, это минимальная энергия для разрыва химической связи deganmiz. To'g'rimi? Kimyoviy bog'ni uzish uchun eng kerak bo'lgan minimal energiya. Вот. Xullas, proses qanday? Tushunarli bo'ldi? Все, ketdi. Demak, qarang, endi qachon sistema energiya yutishi mumkin? Hozir bu yerda nima bo'ldi? Chiqdi. Qachon yutilishi mumkin? Qachonki olingan kreditni pribel qoplay olmasa, misol uchun 500 olganmidi? Agar mana bu yerda 300 kilojoule energiya chiqsa, yangi kimyoviy bog'lar hosil bo'lishida. Olingan qarzni yopmayapti-ku, yetmayapti-ku. Demak, aytadi sistema, "Nechio" deydi. "Sen 200 kilojoule qarz olib qolding mendan" deydi. Lekin обязательно hisob-kitob qilishadi. Hech qachon qolib ketmaydi. Tushunarlimi? Ammo lekin внешностьdan, ya'ni bankdan nima bo'lib qoldi u? Qarz bo'lib qoldi. Qanchadir kilojoule. Kelishdik-a? Tushunarlimi? Ana shunday. Endi qaranglar. Bugungi masalalarimizni 90% aynan mana shu prosesni tushungan odam ishlayveradi. Tushunarlimi? Endi mana buni nomini nima deyman unda? Kimyoviy reaksiya natijasida chiqqan yoki yutilgan energiyani nima deymiz desa, yutilganiga ism berilmagan. Faqat chiqqani uchun ximicheskaya energiya deyiladi. Nima deyilar ekan? Ha? Demak, ximicheskaya energiya deb turib, это энергия, которая выделяющая в результате химической реакции deb qo'yasizlar. Kimyoviy reaksiya natijasida ajralgan energiyani ismini nima derkanmiz? Ximicheskaya energiya degan nom bilan nomlargansiz. Энергия, которая выделяющая в результате химической реакции. Именно e'tibor berasizlar, выделяющий deyapmiz. Qanini aytarkansiz. Ayda, papugay bo'lganda ham hozir qaytarib aytib berardi, yozib olardi. Bo'ldimi? Ana, endi deylik, bu yerda energiya mana bu reaksiyalarning oxiridagi rezultatda bu natija, to'g'rimi? Shu natijani endi siz hozir nima dedik? Ximicheskaya energiya dedikmi? Ya'ni kimyoviy energiya deyapmiz. Xo'p, yana nima deb nomlasam bo'ladi buni desa, buni teplovoy effekt deyman. Tushunasizlarmi? Teplovoy effekt. Nima uchun desa, bu mana issiqlik effekti bo'lishi mumkin положительный, bo'lishi mumkin отрицательный. Teplovoy effekt bu yerda hozir qanaqa ekan? Положительный. Plus 200 kilojoule energiya chiqyapti. Energiya chiqayotganligini ma'nosini ifodalash uchun. Agar shu yerda minus bo'lib qolsa, teplovoy effekt shuning uchun chiqqan, yutilgan energiyalarni umumiy o'sha reaksiyani rezultatiga nisbatan biz teplovoy effekt degan termin ishlatamiz. Tushunarli? Reaksiyaning teplovoy effekti demak 200 kilojoulga teng. Chiqibdi demak. 200 kilojoule yutildi deyishim mumkin. Endi kimyoviy reaksiyadan agar energiya chiqishi bilan borsa, men mana bu reaksiyaning ismini nima deb atayman? Tushunarli? Bu yerda reaksiya emas edi. Endi bu yerga reaksiya so'zini qo'shib aytaverasiz. Ekzotermicheskaya reaksiya.
который в результате химической реакции, если выделяется тепло, именно такие реакции называются экзотермические. Если в результате реакции поглощается тепло, это эндотермическая реакция. Tushundilaringizmi? Вот именно shunaqa deb nomlab qo'yishlaringiz kerak bo'ladi. Baxtshod, точно tushundingmi? Rostini ayt. Bo'ldi, hisob. Ana endi xo'p, endi keyingi bitta tushunishimiz kerak bo'lgan joyi bor. Bizda Lavoisier и Laplace degan odamlar bor. Uchuvchilar. Lavoisier va Laplace qonuni bor. Qonun shunday ishlab chiqilyapti. Qaranglar. Agar kimyoviy reaksiya natijasida определенный energiya chiqyapti. To'g'rimi? Agar deyapti shu reaksiya orqasiga ketsa, xuddi shuncha energiya yutiladi deyapti. Faqat chiqayotgan energiya bilan yutilayotgan energiya kolичествоsi bir xil bo'ladi, faqat znaklari bilan farq qiladi ular deyapti. To'g'ri-hamda o'zi. Demak, o'zi A bilan B, C bilan D bilan reaksiyaga kirishib, C B D A ni chiqaryapti, shunda 200 kilojoule chiqyaptimi energiya? Reaksiya orqasiga ketsa, men uni haligini ham aytdim, 200 kilojoule endi yutiladi. Обратимая reaksiya bo'lib qolsa-da, endi mabodo. Shuning uchun ba'zida ravnovesiya bo'lib qoladi-ku reaksiyalarda. Ravnovesiya degan temani o'tganmiz-ku. Ravnovesiya bo'lgan paytda aytdimki, sizlarga o'tgan safar ham darsda xuddiki energiya chiqmayotganga o'xshab qoladi. Nimaga? Chunki reaksiyani o'ng tomonga bora turgani bilan chap tarafga bora turganlar skorost teng bo'lib qoladimi? Ya'ni chiqarayotgan energiya bilan yutilayotgan energiyaning kolичествоsi teng bo'lib qolganligi uchun как будто sistemada energiya o'zgarmayotganga o'xshab qoladi. Tushunasizlar? Вот, ravnovesiya deysiz shuni. Energiya как nima bo'lmayapti? O'zgarmayapti daqa. Lekin o'zi u paytda bir paytda o'zida ham chiqyapti, ham yutilyapti, hamma yo'q bo'lyapti aytdi. Tushundingizmi? Ana shunday. Demak, siz Lavoisier bilan Laplace qonuniga ko'ra reaksiyalar natijasida chiqqan energiyaning miqdori agar shu reaksiya teskarisiga borsa, yutilayotgani bilan nima bo'lib qolaverar ekan? Bir xil bo'lib qolar ekan. Agar bitta yutilsa, bunaqasigacha chiqadi demak. O'shancha chiqaveradi. Tushunarlimi? Ana shunday. Endi yana bir o'rganishimiz kerak bo'lgan terminimiz bor. Теплообразование degan termin keladi sizga. Теплообразование. Bu nima? O'zi gapni ma'nosidan chiqib turibdi o'zi. Hosil bo'lishi issiqligi. Birorta bir moddani hosil bo'lishi. Endi prirodada, ya'ni tabiatda murakkab moddalar hosil bo'ladigan moddalar deb hisoblanadi. Oddiy moddalarchi? Все равно они существуют. Они не образуются. Ular уже bor. Ular nima qiladi endi? Ular hosil bo'lmaydi, balki hosil qiladigan moddalar ular. Tushunasizlarmi? Misol uchun, tabiatda temir parta bormi? Yo'q, lekin temir bor-da. Tushunasizlarmi? Biz jelezadan har xil narsalar yasay olamiz. Ular yasash uchun foydalanadigan moddalar ular. Lekin parta yo'q tabiatda. Отдельно turib parta qazib oldik biz tog'larning ichidan degan gapni eshitganmisizlar? Yo'q. Tilla uzuk bormi tabiatda? Yo'q, u yasaladigan narsalar. Demoqchi bo'lgan narsam, теплообразование deyilganda oddiy moddalar как золото, как железо taqada. Tushunasizmi? Сложные веществоlarchi, ular как parta, как uzuk taqa. Ular hosil qilinadi. Endi shuning uchun siz tilla uzukni hosil qilish uchun определенный energiya, определенный время расход qilasizmi? Parta yasash uchun shunaqa narsa расход qilasizmi? Qilinadi. Lekin железani siz hosil qilyapsizmi? Yo'q, o'zi bor, uni qazib olgansiz, olib kelgansiz. Shuning uchun oddiy moddalar uchun теплообразование 0 ga teng. Ular hosil qilinmaydi, shuncha energiya ketmaydi ularga. Железада kusoklarini topib oldingiz qaytalardandir. U hali qirqilib bo'linib qilingan narsa emas, u prosta haqiqiy metallni konidan железani olyapsiz. Uni siz hosil qilmagansiz. Значит, unga расход qilmagansiz siz. To'g'rimi? Uni hosil bo'lishi uchun yasamagansiz-ku u metallni. Shuning uchun oddiy moddalar uchun теплообразование nechaga teng ekan? 0. Qaytarib aytayapman.
oddiy moddalar, простые вещества, для их теплообразования равно 0. Tushunarli? Вот, они не образуются. А сложные веществоlarchi? To'g'ri, domla suv ham mana murakkab modda. Biz hosil qilmayapmiz u suvni, lekin hosil qila olamizda biz uni. Tushunasizlarmi? Natriy gidroksidga soleniy kislotani qo'shib turib biz suv hosil qila olamizda. Demak, hosil bo'layotganda определенный energiya расход qila olamiz biz. Sarflaymiz. Biz hosil qilmayotgan bo'lsak ham, tabiat hosil qilayotgan bo'lsa ham, tabiat o'sha vodorod bilan kislorod reaksiya kirgizish uchun aniq o'lchamli energiya расход qilyaptimi, sarflayaptimi? Sarflayapti-da. Shuning uchun murakkab moddalar uchun hosil bo'lish issiqligi degan tushuncha mavjud va o'shatiladi. Tushunarlimi? Ana shunday. Endi biz teplообразованияni, demak, murakkab modda uchun tegishli ekanligini bildik. Endi o'shanda ham ham deb aytasiz, qoidasi bo'yicha. Mana o'zbekchasi. 1 mol, bilib olinglar, 1 mol murakkab modda hosil bo'lishida qancha energiya ketdi? O'sha energiyaning ismi теплообразование deb ataladi. Tushunarlimi? Вот, энергия, которая потрачена для образования 1 моль сложного вещества deb qo'yiladi. Из простых веществ degan so'z albatta bo'lish kerak. Sal unaqa qilaylik, nima qolipga tushiraylik. Энергия, которые потрачены для образования 1 моль сложного вещества из простых веществ deb qo'yiladi. Bo'ldi, qaytarmayman boshqa. Из простых веществ. Nima deb yozdingiz? Из простых веществ. Tushunarlimi? Qaytar. Ana. Qarada, ha, uni masalan aytaylikki, hozir rostdan ham bitta papugayga yodlatib qo'ysak ham bu qoidani aytib beraveradi. Lekin papugay bilan sizning nima farqingiz bor? Вот, siz tushunib aytishingiz kerak uni. Tushundingizmi? 4-sinf nima 4 yoshli bolaga ham, bog'cha bolaga ham yodlatib qo'ysangiz ta gapirib tashlashi mumkin, lekin uni ma'no yeri bilan analiz qilib, fikrlab tushunmaydigan bo'lsa, siz ham qaq o'shanaqa bo'lasiz. Shuning uchun nima deyapsiz? Demak 1 mol murakkab modda hosil bo'lishida qancha energiya ketdi? Shu energiyaning ismi imенно oddiy moddalardan hosil bo'lish jarayoni uchun, mana bunchaga teng bo'lsa, demak o'shani biz hosil bo'lish issiqligi deb atar ekanmiz. Ya'ni теплообразование deb atar ekanmiz deysiz. Kelishdikmi? Sen tushunyapsanmi rostdan ham? Bo'ldi hisob. Senchi Zikrullo? Sardor, nima mavzu o'tyapmiz? Demak tushunyapsan aka. Mavzuni to'g'ri aytayaptiki, demak tushunyapti. Xo'p, masalan qaranglar. Masalan ketdi. Uglerod bilan kislorod reaksiyaga kirishyapti. Uglekislый gaz hosil bo'ldi va shu reaksiya natijasida 200 kilojoule, misol uchun aytaman, misol 394 kilojoule chiqadi. Men aytaman, 200 kilojoule energiya chiqdi. Demak, siz mana buni nomlarini endi aytaverasiz bemalol. Deysizda 200 kilojoule это для углекислого газа, это теплообразование. Ya'ni hosil bo'lish issiqligi. Qarang, oddiy moddadan nima bo'lyapti bu? Hosil bo'ldimi? Теплообразование. Endi kimyoviy reaksiya natijasida chiqqan energiyaning nomi nima deyilar edi? Ximическая energiya. Demak, buni ximическая energiya deb nomlashim ham mumkinmi? Mumkin ekan. Endi teplовой effekt desam bo'ladimi? Teplовой effektda endi o'zi bu misol просто issiqlik chiqishi bilan bo'lyapti-ku bu proses. Ekzotermическая reaksiya desam bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Boshqa vaqt. Ekzotermическая reaksiya. Kim yo'q dedi? Sen aytding. Reaksiya natijasi chiqdimi axir? Hazillashdim deyapti. Xullas,
200 kilojoule energiyani shunaqa nomlar bilan ifodalashingiz mumkin ekan. Faqat hali bir tomonlama korobkaga tushib qolmanglar deb atayni hamma yoqda bir-biriga nima qilyapman? Bunaqa qilib kasha tayyorlayapman. Tushunasizmi? Yaxshiroq tushuninglar bundoq deb. Xo'p, endi aytaylik, uglerod bilan kislorodni reaksiyaga kirgizdirsam, ugarni gaz chiqsa, demak, bundan qancha energiya chiqqan bo'lsa, demak, ugarni gaz uchun teploobrazovание bo'ladimi? Tushundingiz-a? Xullas aytaylikki, nechta etap bilan reaksiya amalga oshiryapsiz, farqi yo'q. O'sha 1 mol, nima? 1 mol murakkab modda hosil bo'lishida siz nechta moddani bir-biri bilan reaksiyaga kirgizdirib tayyorladingiz o'shani. O'shanda umumiy chiqqan energiyalar yig'sangiz qancha bo'lsa, o'sha modda uchun teploobrazovание bo'laveradi. Kelishdikmi? Ana shunday. Endi qaranglar. Bu yerda jarayonlarimiz uchun eng oxirgi qonun, GES qonuni kelib chiqadi. GES. Xo'p, zakon GES. U nima bo'ladi unda? GES qonuni nima o'zi desa, agar biz birorta bir moddani bir 3-4 ta sposoblar bilan sintez qilyapmiz. Deylik, masalan, ikkita sposob bilan hosil bo'lish jarayonida shu aynan endi shuni oldik, olib ketaveraylik. Kislorodga uglerodga kislorod qo'shuvdim, ugarni gaz chiqdi. Ugarni gazga kislorod qo'shuvdim, ugлекислый gaz chiqdi. Qaranglar, ugleroddan foydalanishni boshladim. Uni birinchi bosqich oksidlab ugarni gaz sintez qildim. Shu yerda aytaylik 200 kilojoule energiya chiqdi. Ugarni gazga kislorod qo'shuvdim, reaksiyani tenglab qo'yay mana. Bunga qo'shuvdim, ugлекислый gaz chiqdi. Bu yerdan deylik 150 kilojoule energiya chiqdi. Umumiy mana buni teploobrazovaniyasi nechi desa, e'tibor beringlar, kalla qo'yib qo'ymanglar yana mana shu joyiga. Siz nima qilasiz? Birinchi uglerod bilan mana reaksiya kirgazib, mana chiqayotgan paytda qancha chiqadi? O'shanga yana kislorod qo'shib, yana dalish reaksiya amalga oshiruvdingiz, yana 150 chiqdimi? Demak, ugлекислый gazni teploobrazovaniyasi 350 kilojoulga teng. GES o'ta genial narsani o'ylab qo'ygan. Vashta dahshat narsa o'ylab topgan. Isbotlagan shu narsani. Tushunlaringizmi? Demak, ikkita reaksiyadan chiqqan energiyalarni umumiy yig'sa 350 mi? Demak, umumiy o'ylaganki, demak, ugлекислый gaz hosil bo'lishida jami 350 kilojoule chiqyaptimi? Demak, ugлекислый gaz teploobrazovaniyasi 350 kilojoulga teng deyapti. Amajon tushunmadingmi? Tushundim. Tushunyapsizlar hamma? Demak, endi qarangda, uni isbotladi, mana bunday qildi. Shuni uglerodga kislorodni достаточный количествоda qo'shuvdi, ugлекислый gaz chiqib qoldi. Shuni chiqqan kilojoule energiyasini hisobladi 350 kilojoule ekan. Qaranglar. Men 10 ta etap bilan olamanmi? Nechta etap bilan reaksiya o'tkazsam ham, hamma etapda chiqqan energiyalarni yig'ib summani hisoblasam, bitta etap bilan olib qo'yganimda qancha chiqadi? O'sha bilan teng bo'laverar ekan. Tushunasizlarmi? Zakon GES, ya'ni GES qonuni shu tomoni bilan ustun bo'lib ketgan va shu paytgacha ham mana hali ham GES qonuni deb ismini aytayotibmiz. Shunaqa zo'r narsani dokazat qilib qo'yganligi uchun. Kim tushunmayapti shuni? Zakon GES'ni tushundilaringizmi? Men kitobiy qilib yozdirmay qo'yaveraymi qonun qoidasi? Menga masalanda oldin ham aytganman sizlarga. Menga vaqti bir tiyinlik ham qiziq yo'q sizni qoidani zo'r qilib aytib berishingiz. Tushunlaringizmi? O'zingizning tilingizda o'sha qoidadan kelib chiqadigan mantiqni, ma'noni zo'r tushunsangiz yetadi, o'sha menga yetadi o'sha. Kelishdiga kim aytib beradimi? Kim tushuntirib beradi mana shu narsani? Menga Yorbek tushuntir. Bo'l, tur o'rningdan. Nima ekan GES qonuni? Qani tushuntirchi? Bitta etapdan chiqqan o'sha modda farqli bo'ladi. Kimik energiyasi farqli bo'ladi. Например, bitta moddani 10 ta etap bilan chiqarsangiz, определенное количество химической энергии chiqsa, Hop. xuddi o'sha moddani bitta Etap bilan olsak ham, endi siz imенно shuni 10 tasiga bittasini yoki ikkitasiga bittasini emas, misol uchun aytaylikki, mana unda
5 ta etap bilan ugлекислый gaz sintez qildim, hammasidan chiqqan energiyalar yig'dim 350 bo'ldi. Lekin boshi oddiy modda bo'lishi shart uni ham. Ana birinchisini ham oddiy modda bo'lishi shart. Endi qarang. Men mana bu yerda endi 2 ta etap bilan chiqarib qo'ydim-a. 2 ta etapda chiqqan energiyaning miqdori 5 ta etapda chiqqan energiyaning miqdori bilan nima bo'laveradi? Teng bo'laverar ekan. Qizig'i yo'q ekan. Muhimi baribir oddiy moddadan boshlanganmi kelasi ham? Tushunarli-a? Teppa-teng kolичествоga ega bo'laveradi. Xo'sh, bugungi mavzu kimga tushunarsiz bo'lyapti? Alibayeva, tushundingizmi?